Nima? 1.200.000 $? Lekin arsiydi, mana shu siz ko'rib turgan Pepsi'ning logotipi 1.200.000 turadi. Ma'lumot uchun, bu summaga naqd 100 ta Cobalt sotib olsa bo'ladi. Bu shunchaki 3 ta rangdan iborat aylana emas. Pepsi 2008-yilda dunyoning eng kuchli dizaynerlariga juda katta mablag' tikkan. Ular bu logotipda Yerning magnit maydoni, oltin kesim qoidasi va Xitoyning qadimiy Feng Shui sirlarini joylashtirgan. Diqqat bilan qarasangiz, logotipdagi oq chiziq go'yoki tabassum qilayotgandek ko'rinadi. Maqsad odamlar bu belgini ko'rganda o'zlari bilmagan holda xursand bo'lishi va ijobiy energiya olishi kerak bo'lgan. Ya'ni bu shunchaki oddiy rasm emas, bu inson psixologiyasini boshqaradigan maxsus ilmiy kod hisoblanadi. Sizningcha bu logotip rostdan ham tabassumni eslatadimi? Agar siz ham tabassum qilgan bo'lsangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying.